Bismillahirrahmanirrahim. Yeganlar ibodatiga, ishiga kuch-quvvat bersin Allohim. 3,5 kilo lazr guruchdan inshaalloh choyxona palovimiz. Saboy taomlarimizni inshaalloh choyxonadagi bor jamiki taomlarni Yandexga, uzum ilovalariga qo'yishga harakat boshlab olganmiz. Inshaalloh tez kunda harakat qilaverasizlar, chiqazib beramiz, yetkazib. Aytgan taomlaringni aytgan kilada farqi yo'q. İnşallah buyurtmalaringni yetkazib beramiz. Mana bugun 3,5 kilo oshimiz buyurtmaga tashkilotga chiqib ketyapti. Sizlar ham bemalol obedga zakaz qilishlaringiz mumkin. Saboylardan shuni chiroyli qilib chiqarib beramiz. Yarim soatda o'sha gap oshlaring qo'llaringda bo'ladi inshaalloh. Kimga shunaqa osh yoki bo'lmasa go'shtli taomlar zarurat bo'lsa murojaat qilaverasizlar.